ukalar. Kosinusga seksinusni qo'shib, messinusni ayirsak, Shokir ko'tanak javob beradi. Блядь, тупойmisan jalab? Sinfdan ko'tingni olib chiq naxo'y. Mezozoy va gemoroylar. Naxo'y. Shokir, shovqin qilmasdan jim quloq sol. To'shmang. Nima? Voypat 20 dan 5 tayyorsak necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Noto'g'ri, to'poy qanchaq. Shokir. Nerdagon bilan. G'ofir 9ta. Biz seni og'zingga siqish haqida gapirmayapmiz. Biz 20-5 haqida gapiryapmiz. Qani bolalar, kim biladi? Anvar, 20-5. Ha? Yop, og'zingga uray. Bolalar, 20-5. Sen tezlikchalar 10-sinf bo'ldilaring bilan. Xo'p, qaranglar, agar G'ofir 20 og'ziga solgan bo'lsa, keyin 5 ta erkak uni chiqarib olsa, G'ofirning og'zida nechta qoladi? 15 ta. Rostdan shuncha siqadimi? Ha, javob to'g'ri. Mana nihoyat, bo'larkan-ku mana. Bolalar, oxirgi savol. Shokirning oilasida 2 kishi, ya'ni dadasi bilan oyisi bor edi. Keyin u avariyada dadasidan ayrildi. Shokirda necha kishi qoldi? 1. Bitta. Javob to'g'ri Shokir. Dadangning pizasi chiqdi. Meni ismim Shokir. Seniki nima? Hozir biroz bosimni his qilasiz. Hechqisi yo'q, hammasi joyida. Siz o'zirdingiz-ku. Ko'tangizni qisib yoting. Sizga hammasi joyida dedim. Borgim kelmayapti. Lekin borishim kerak. Yoqmayapti. Lekin majburman. Xohlamayman. Hozir o'rta xotinini so'ray qani. Ey, onasi. Ha, o'rtoqlarim yig'ilib choyxona qilishayotgan ekan. Men ham borib kelsam, qarshimasmisan? Yo'q. To'chna qarshiliging yo'qmi? Yo'q, ketavering. Bir soatga qolmay qaytib kelaman lekin. Yaxshi. Qani hammasi joyidami? Farqi yo'q, ketavering. Qaytishimda biror narsa olib kelaymi? Shokoladmi, morojnimi, nima yeging kelyapti? Yo'q. Bora olmayman, do'st. Xo'sh, sizning o'zi javoblaringiz chiqdi va sizga yangiligim bor. Shoshmang, doktor. Biz o'g'il yo qizligini bilishni xohlamaymiz. Mayli. Homilangiz nobud bo'lgan. Sizga yomon yangilikni aytishdan afsusdaman. Xotiningiz endi o'zi qimirlay olmaydi. Endi u hayotining oxirigacha parvarishga muhtoj bo'lib qoldi. Yo, xudoyim. Yo, hazillashdim, bu o'ldi. Shokir, davay, maktabga ketyapsan. Yo'q, ishontira olmading. O'rningdan turib maktabingga tezda ko'tingni olib bor. Oyi, men kasalman. Maktabga bora olmasam kerak. Oyi? Eshitmaganga olasizmi? Oyi! Kasalman deyman. Xo'sh, nima qilishim kerak endi? Xohlasang bor, xohla borma. Menga farqi yo'q. Bolajonim, ketyapman bolam. Nima bo'ldi o'g'lim? Kasal bo'ldingmi? Bugun maktabga borish haqida xayolingga ham keltirma. Sen to'yib dam olishing kerak. Men muallimingga telefon qilib o'zim gaplashib qo'yaman. Nima yeging kelyapti? Osh, manta, somsa, chuchvara. Bilasanmi? Hammasini tayyorlayman. Sen yaxshi bo'lsang bo'ldi, bolajonim. Sen necha yoshsan? 25 yoshda. Yo'q bana. Ha, biz qarayapmiz. Biz qarayapmiz dedingmi? Tushunmadim. Ha? Biz? Xo'p, unda sen necha yoshdasan? Men endagina 19 ga to'ldim. 2006larning butun hayoti oldinda turibdi. Ko'rmayapsanmi qanchalar kuchga to'lganman? Balki miloddan avvalgi 2006-yildirsan. Tushunmadim. Sen menga hazil qildingmi hozir? Nega buncha sen qo'ydi? Hechqisi yo'q, men siymoqchi emasdim. Nima deding? Men siyapman deyman, sen tualetimga kirding. Demak, bu seni... Ha, sen meni uyimdasan. Birovlarning shaxsiy chegarasini hurmat qilmas ekansan. Men boshqa joyda suza qolaman. Qanday jur'at qilding? Tezda o'g'limni xonasidan chiq. Bu begona amaki kim dedi? Prosta ko'zingni yum o'g'lim. Agar sen uni ko'rmasang, bu senga zarar yetkaza olmaydi. Bundan-da ahmoqona gapni eshitmagandim. Endi xursandmisan? Sen uyimni tinchini buzding. Men shunchaki baliqlarni tomosha qilgani tushgandim. Mana gap qayerda ekan? Demak, sen dushdagi yalang'och xotinimni tomosha qilmoqchisan. Bilasanmi? Men hozir baliq melisasiga telefon qilaman. Va nihoyat, men buni uddalayman. Men o'g'il bola bo'lib tug'ilsam kerak. Nihoyat, biz boshqa joyga ketyapmiz. Nima?